Assalomu alaykum. Ishchi vizani oyliklari haqida so'ragan ekansizlar. $7 $13-14 dollargacha soatiga to'lashyapti ishchi vizadagilarga. Bu oyligi shunga qarab o'zlari hisoblab olaverasizlar. Kuniga 8 soatdan dushanbadan jumagacha ishlanadi qonuniy. Shanba kuni, yakshanba kuni yoki 8 dan 5 gacha bo'lsa ish, undan keyin, ya'ni ishdan keyin ham qolib qo'shimcha ishlayman desangiz 150% dan to'lanadi. U o'zingizni ishlash jilaningizga qarab farqlanadi u. Shunga qarab keyin oyliklarni so'ragan ekansizlar. Oylikni shunga qarab turib o'zlaringiz hisoblab olasizlar. Men bu haqida aniq bir narsa deya olmayman. Men soatini aytdim, shunga qarab turib o'zlaringiz hisoblab olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.